hurmatli obunachilar, Islomning diplomi vrachlari hamda vrachlik tuzuk diagnostik Kenja Yo'ldashev. Hurmatli obunachilar, yana biz operatsiyadamiz. Yana biz sizlar bilan o'sha eng dolzarb bo'lgan mavzu jinsolatni katta qilishlik haqida gaplashamiz. Bugun mana 10-mart Moskva shahrida 2 dan 25 daqiqa o'tmoqda. Ya'ni men aytmoqchimanki, mana shu kunda sanada operatsiya qilyapmiz va bu yerda nima demoqchiman? Bemorda mana tajribadan gapiradigan bo'lsak, shikoyat qilib keldi, jinsolati mayda va tez bo'shanishlik bor. Hozir bu yerda 3 ta etapli operatsiya qilamiz va biz buni ko'rganimizda bu yerda parus mashonki degan narsa bor. Ya'ni biz bu haqda gapirganmiz, shu videoni videoda qilgandek parus mashonki nima? Qachonki jinsolatni o'ziga o'sha tuxumdagi bo'lgan teri yopishib qoladi. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana shunday yopishib qolgan. Mana shu dishni yana shuni olib tashlash kerak. Bu yer jinsolat mayda ko'taradi. Chunki jinsolat yarmdan ko'piga 70% ga kelib yopishib qolgan va bu ham jinsolatga mayda qilib ko'rsatadi. Bu skeletoplastika deydi. Biz skeletoplastika qilamiz. Denervatsiya operatsiyasini qilamiz. Tez bo'shanishlik, o'sha krem bilan uzoq bo'lgan denervatsiya, darsalniy denervatsiya. Ligamentotomiya operatsiyasi joyida kamida 3 sm katta bo'ladi. Bunaqa operatsiya butun dunyoda yo'q. Ya'ni shunday joyida katta qiladigan, ko'plari hammasi operatsiyani qilganda nima qilishadi? Demak, o'sha kesib qo'yadi ligamentotomiyani. Ya'ni o'sha ligamenta suspenziyorum pisiforumda, ya'ni o'sha svyazkalar bog'lamalarni keyin tortish kerak. Ekstenddan biz bu operatsiyani anchadan beri qilganimiz yo'q, chunki bu operatsiya joyida katta bo'ladi va mana shu operatsiyani biz bu bemorga qilamiz. Sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa, siz ham murojaat qilishingiz mumkin bizga. Biz sizni muammongizni birinchi eshitib, ichiga kirib, aniqlab, keyin bir to'xtamga kelamiz. Nimaga desa, chunki bu bemorda ham kelganda biz aytdik, hammasini ichkarisiga kirib tushuntirdik va mana endi jinsolatni katta qilamiz. Bizga obuna bo'ling, shu haqda savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yishingiz mumkin. Salomat bo'ling.